Bir kunda necha marta vaqtim yo'q deb aytgansiz va nima uchun? Bugun siz bilan real hayotdagi oddiy 24 soatni aql bilan boshqarish orqali xuddi 1 soat qo'shib yuborilgandek samarador hayot kechirish mumkinligi haqida, odatlarni o'zgartirish va raqamli vositalar orqali vaqtni yanada ko'paytirish sirlari haqida gaplashamiz. Vaqt bu pul emas, u undan ham qimmatli. Pulni yo'qotsangiz topasiz, vaqt esa ketdi, tamom. Time management bu vaqtingizni ongli ravishda boshqarish, ustuvorliklarni to'g'ri belgilash, unumli yashash san'atidir. Nega vaqtni boshqarish muhim? Vaqtni samarali boshqarish orqali stress kamayadi. Vazifalarni aniq va reja asosida bajarish imkoniyati paydo bo'ladi. Ogohlik va xotirjamlik yuzaga keladi. Ish unumdorligi ortadi. Eng muhim ishlarga kuch va vaqt yo'naltiriladi. Maqsadlarga tezroq yetiladi. Xaos o'rniga strategiya paydo bo'ladi. Shaxsiy hayot va ishda balans saqlanadi. Bu hayot sifati demakdir. Vaqt o'g'rilari degan iborani hech eshitganmisiz? Bir kunlik faoliyatingizni tahlil qilib, qaysi faoliyatlar vaqtingizni o'g'irlayotganini bilib olishingiz mumkin. Shundan so'ng zararli odatlaringizni yo'qotishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun men sizga o'z tajribamdan kelib chiqib, Eisenhower matritsasi asosida vaqtingizni rejalashtirishni taklif etaman. Eisenhower matritsasi bu vazifalarni ahamiyat va shoshilinchlilik bo'yicha 4 ta toifaga ajratib, ustuvorlikni belgilashga yordam beradigan vosita. Birinchisi shoshilinch va muhim. Bunga vazifalarni kechiktirmasdan bajarish kerak bo'lgan ishlar kiradi. Masalan, vaqti, muddati belgilangan topshiriqlar. Ikkinchisi muhim, lekin shoshilinch emas. Bu vazifalarga soati belgilanmagan, ya'ni 1 soatda bajarmasa ham kun davomida albatta bajarilishi kerak bo'lgan vazifalar kiradi. Uchinchisi shoshilinch, lekin muhim emas. Ya'ni topshiriqlar ko'payib ketganda ishonib topshirsa bo'ladigan odamlarni topib, albatta buni bajartirsa bo'ladigan vazifalar kiradi. To'rtinchisi shoshilinch ham emas, muhim ham emas. Bizni kun davomida vaqtimizni behuda ketkazuvchi ishlarimiz ham bor. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda o'tirish, bema'ni seriallar ko'rish yoki yarim soatga belgilangan tushlikda soatlab o'tirib gaplashib o'tirish mana shu 4-toifaga kiruvchi ishlarga kiradi. Endi sizga vaqtni samarali boshqarish uchun foydali bo'ladigan tavsiyalarimni berib o'tmoqchiman. Birinchisi, ustuvorlik berish. Har kuni 3 ta muhim ishni belgilab, kun davomida albatta uni bajarishga odatlaning. Ikkinchisi, biologik ritm. Kuchli vaqtlaringizni biling. Ko'p kuch talab etiladigan asosiy topshiriqlaringizni kunning birinchi yarmida bajarishga odatlaning. Uchinchisi, yozing. Topshiriqlarni, rejalarni albatta yozib, o'shanga amal qilishga o'rganing. Chunki miyaning eng katta dushmani bu hamma voqea hodisa rejalarini miyada saqlashga urinishdir. To'rtinchisi, deadline'ni belgilang. Ya'ni har bir topshiriq vazifaga o'zingizni muddatingizni qo'ying. Bu birinchi navbatda intizomni keltiradi va albatta belgilangan rejalarni amalga oshirishga yordam beradi. Beshinchisi, bu juda muhim hisoblanadi. Albatta o'zingiz uchun vaqt ajratishga o'rganing. Bu yil davomidagi ta'til yoki bayram kunlari dam olishdan tashqari, albatta kun davomida o'zingizga tinchlantirish uchun, kitob o'qish uchun, dam olish uchun vaqt ajratishni o'rganing. Oltinchisi, refleksiya. Kun davomida amalga oshirgan ishlaringizni kunning oxirida, yakunida albatta tahlil qilishga o'rganing. Bu sizga qaysi vazifalarni bajarishda sizga ko'proq vaqt ketganligi, qaysi topshiriq vazifalar sizni vaqtingizni o'g'irlaganini aniqlashga yordam beradi va keyingi kunlarida kunlaringizni to'g'ri rejalashtirishga yordam beradi. Yettinchisi, chalg'ituvchilarni bloklang. Kun davomida sizni vaqtingizni o'g'irlaydigan odatlaringizni yo'qotishga harakat qiling. 8-si, yagona vazifa qoidasi. Bir vaqtning o'zida bir ish bilan shug'ullanishga odatlaning. Bu birinchi navbatda ishni sifatli bajarish, ya'ni o'sha ishga qaytib murojaat qilmaslikka o'rgatadi. Ikkinchidan, stresslarni oldini oladi. Vaqtdan noto'g'ri foydalanish stress, asab buzilishiga, konfliktlarga olib keladi. Masalan, siz odatdagidan kech uyg'ondingiz. Buning natijasida siz nonushta qila olmasligingiz, ishga kech qolishingiz, berilgan topshiriqni vaqtida bajara olmay qolishingiz mumkin. Bu esa stresslarni keltirib chiqaradi. Bugun siz bilan vaqtni samarali boshqarishning ijobiy tomoni va samarali boshqara olmaslikning salbiy oqibatlari haqida gaplashdik. Vaqtni samarali boshqarish orqali omad, muvaffaqiyatga erishish mumkin. Sizningcha omad va muvaffaqiyat nimalardan iborat? Bizni kuzatib boring. Keyingi suhbatimiz
mana shu tushunchalar haqida bo'ladi.